Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, barchalar salomatmisizlar, qadrdonlar. Navbatdagi turgan xizmatimizni Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Malak qishlog'ida yakuniga yetkazib berganmiz. Faxriddin akamizning xonadonlarida, qadrdonlar. Xo'p, bu joyga o'zimizning ko'mir fasondan qilganmiz, karnizlariga esa navodan foydalanganmiz. Yumaloq shaklda qilib, stillariga ko'rib turganlaridek juda ham ajoyib ko'rinishda gullardan foydalanganmiz, qadrdonlar. Xudo xohlasa ishimizni ko'ringlar. Agar sizlarga yoqib qolsa, ikki og'iz fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, narxlarga to'xtaladigan bo'lsak, 135 ming so'mdan hozircha vodiy bo'ylab turkiy fonlarni qilib beramiz. Agar joylar kichkinaroq bo'lsa, telefon qilib razmerlarini aytsanglar, uni bitishiga aytamiz, qadrdonlar. Kichkinaroq joylarni, masalan, eni 20 uzunligi 20 metr, misol endi 1 metr joylar bo'lib qolsa, masalan, telefon qilib razmerni aytsanglar, biz sizga bitkizib beradigan summamizni aytamiz. Bu 135 ming deyotganimiz o'rtacha hisobda olyapti. Plusi minusi bor, qadrdonlar buni. Ba'zi joylarda ozroq qimmatroq bo'ladi 135 mingdan, ba'zi joylarda arzonroq bo'lib qolishi ham mumkin, qadrdonlar. O'rtacha 135 ming so'mdan turkiy fonlarni qilib bermoqdamiz. Albatta ishlatayotgan materialarimizni kvadratiga, buni aytishimizning sababi bukilishi, qayrilishi, ustma-ust qatirilishini hisobiga joyni kvadratidan siz tanlagan fasonga qarab ko'proq yoki ozroq material ketadi. Lekin albatta joyni kvadratidan ko'proq material ketadi bukilish, qayrilishlari va ustma-ust qatirishlarining hisobiga. Xo'p, kanalimizga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Ishlarimiz yoqsa, bir donagina like tugmachasini bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Do'stlar, biz xizmatlarimizni hozircha vodiy bo'ylab amalga oshirmoqdamiz. Bu aytilayotgan summani ichida usta haqqi, reyka, lesalari, dastavkalari do'stlar, barchasi shu summani ichida bo'ladi, qadrdonlar. Sizlar ham telefon qilmoqchi bo'lib o'ylanib turgan bo'lsanglar, bemalol biz bilan bog'laninglar. Ekranda turgan raqamlarda Telegram, WhatsApplar ishlab turibdi.